Hammaga salom. Bugun sizlar bilan bitta narsa yasaymiz. Viloyatxon tilla qo'l bilan bozorga tushib, shunaqa narsalar oldik. Viloyatxon ishdan kelganlardan keyin soat kechasi 1da Pinoplastni shunaqa o'lchab kesishni boshladik. 1 soatda bitkazib tashlaymiz degan ishimiz 2 kunda bitdi, ishonasizlarmi? Bozordan kley sotib oldik, lekin afsuski bizga pistoletga qo'yiladigan kley berib yuborishibdi. Zo'rg'a qiynalib ochib ishlatdik. Shotkamizga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu sochchi bo'yaydigan shotka. Uyda afsuski boshqa kistichkami, shotkami topolmadik. Keyin mana falgiga o'xshaydigan narsani ham yopishtirishni boshladi. Bu issiqlik berish uchun. Video davomida o'zi nima yasayotganimizni bilgan bo'lsanglar kerak. Bu mushulaga uy. Kley yo'qotish uchun 1 kun kutdik. Mana xuddi shunaqa kechasi yana boshlayapmiz. Muhabbat salom. Bu ish ham juda ham qiyin ish ekan. Ochiq joylari qolmasligi uchun hamma joyni montajni kleyda shunaqa yopishtirib chiqdik. Va nihoyat kiradigan eshigini ham yopishtirib bo'lganimizdan keyin o'sha ustini plyonka qilishni boshladik. Bu yomg'ir qordan asraydi. Bu bizning mushuklarimiz uchun uy emas, bu ko'chada yashaydigan mushuklar uchun. Syomkaga borgan joyimda magazinning tagida 4 ta mushuk, yana 2 qati ham bor edi, ichida suvdan titrab turishuvdi. Bu uyga hamma sig'adi degan umiddaman. Ertasi kuni tayyor uyimizni viloyatxon bilan olib bordik. Bu esa xuddi o'sha 2 qat mushuk. Sotda ham bitta odam kelib qo'ymaylar bu yoqqa, tashlab yuborishadi bu yoq deydi. Конечно, sizlar issiqqina uylarda yashaysizlar. Mushuklar ham sovqatadi, ularning tanlovi yo'q, etolmaydi sizlarga bu narsani. Iltimos odamlar foydanglar rost deyaptimi, zararinglar ham tegmasin. Mushuklar ham yaxshigina joylashib olishdi. Hammaga rahmat, xayr.